Yaxshimisilar deyman. Yaxshimisilar. Sizlar, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz. Okay, assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz ekronga qaytib keldik. O'tirishda bir ishga yo'qolib ketib qoldik, ha. Muborak bo'lsin. Ishga bog'langan dadis bo'ldi. Muborak bo'lsin. Shu sababdan yo'qolib ketib qoldik. Xuddi men videoda bo'lgandekman. Yo'qolib ketganim nima ish qilib ketgan o'xmayman, men aldirashib ketdim bularni. Bugun biz kechqurun chog'da ekran qaytib chiqishimizga sabab biz sizlarga bilan bir kichik o'yin o'ynamoqchi. U bo'lsa-mu, ala Aminoma. Naq maydonda sizlar bilan ko'ta solib chiqadi. Naq maydonda sizlar bilan loteriya o'ynamoqchi. Scratch card o'ynash. Chiqamdi, chiqmamdi, uqmadi. Unda bo'lsa bir ko'rib boqaylik. Mayaqda mening qo'limdagisi bo'lsa 2 poundlik o'xshash kartdan berishi bor, ammo qanday qilishini degan. Multiple your box deydi. To'xta, qanday masalan buni qaysi qanaqa o'ynaymiz? Qaysi birinchisida 3 xil mukofot chiqishimiz bor ekan. Birinchisida diamond topsam qilsanaydi, diamond shu olmos chiqsa. Bir diamond chiqsam qilsa. Chiqsa, pul qancha bo'lishi. Ikkinchisida finger crossing topsa, qo'limda aqlan topsa tutadi ekan. Good luck degan ma'no. O'tirkini desam, qancha pul tutgan bo'lsa, shuni ko'paytirib bergan, qancha ko'paysa. Uchinchisidan uchisini 3 numar o'xshash chiqsa, qancha pul bo'lishi kerak? Sizga qat'iy o'ynab boqmoqman bilan narsalarni. Sen hisobdan hisobini. Hisob qilsa? Ya, bu qapul. Sen tushuntiramsan, mana qanday qildi? Christmasga kelsa, amroq kelsa, Christmas countdown qanday qildi? Mana qildi, hammani qilamdik, o'shada hammani mana qilamdik. Qilgandikin yaxshi tushadi. Miyanim qildi. Qilgandikin, voy xatma. Miyanim buni qo'l ko'may qatdan. Miyanim qildi. Qilgandikin ancha qanday bo'ldi? Biz tartib bo'ldi. To'xta, hozir o'ynaymiz a. Boshqa bu Christmasdan scratch card ekan, hozir siz vaqt o'tib ketgan bo'ldi. Bu 2 pound birisi. Okay. Bunun qaysi match two symbols to win prize. Symbol neymiş? Belge. İşte belge o'xshash chiqsa, match to double to win. Double degan xatdan chiqsa chiqsa, shu chiqqan pulning soni ishga ko'paytirilgan. Okay. Well, unda qilsa buni qilish uchun biz faqat call this lucky pound. Lucky pound. Coin? Yeah. Coin. It's a coin. What? I got 5 pounds. Wow, already. I got 5 pounds. Two damage. 4 pounds. Seems like we're gonna get our money back. Meni chiqmadi, sening pul chiqdi. Mana bularni. Ha, endi buni qulan chiqdi. Mana chiqdi. Sen qila. Ondan tutup 5 çıkmadı. 20 pound algan. 5 çıktı. 5'e çıkmadı. 5 çıkmadı, 5 çıktı. 5 çıkan şey qancha çıktı? Mana ko'rib. Mananga 2 pound çıktı. 2 pound, mananga 2 pounds. This one 2 pound. 2 pound as well. Yeah. Yeah, they are 5 pound, 5 pound. 5 pound. 9 pounds so far. Bunu mana ishki diamond 4 pound. 4 pound. 9 pound. Yeah, 13 pound. 13 pound. Qanday biz jimabdi bu? And I think chiqdi. Mana 5 pound. 13 plus 5. 18 pound.
Ana shu qo'yqashga bo'ldi. We lost 2 pounds. 20 qo'yliq qilsak 18 qo'yliq bo'ldi deymi chiqdi. 20 qo'yliq deymi. 20 qo'yliq qilsak 18 qo'yliq chiqdi. Qo'y ziyon. Vaqtimiz ziyon. Tekisdan qo'shib qo'yamiz. Endi bu gamblingning ishiga hisoblanib kirdi buni bunda o'yinlarda o'ynab qo'ydi. O'yin for fun. Recommend qilmaymiz. Taxir bo'lgandan keyin. Sizlarga qilinglar deganimiz emas bu. Ham uzoq bo'ldi video ishini yangan. Bolalarning bek chiqisga ketgan deyish. Bek mushis qiz ketgan deyish. Okey, 18 qo'yib tutdik. Faqat 2 qo'ylar ziyodat qilib bo'ldi. Lekin sizlar bir munch qo'shib qilib keladigan bo'lsak, ko'ngildan ajralgan bo'lsa, bu da ham bir qitim yo'ra qilamiz 100 poundlik. 200 poundlarni 100 poundlarni chiqib, chiqarib qilamiz. Aslida qiziq bo'ldi. Ta'limimiz chiqib 250 ming chiqsa. Ey, hamda siz bunga ta'lim ekspektatsiyalar bilan chiqib qo'ysak. Okey, unda bo'lsa, Patiqanda yangi video bilan YouTube kanalida ko'rishaylik. Ciao.